Assalomu alaykum, hurmatli gul shoidalari. Mana yana gullarimiz yangilari keldi. Yondiradiganlari keldi. Mana ko'zni quvnatadiganlarni bir afzal qilib beray xojonalarimga. Meni duo qiladigan opajonlarimga bir duo qiladigan qilib beray. Molilarni qaranglar, mon qaranglar, chamanligini qaranglar, onajonlarim uchun mana shularni mana arzon qilib yubordim. Mana uchtasi bittadan. Go'zal holatda. 65 ming so'm desam nima deysizlar onajonlarim? Ha? Qo'ling dard ko'rmasin bolam deysizlarmi? Mana. 4tadan, 3tadan mon qaranglar, egilgan. 65 mingdan. Hop. Mana onisi bor, mana jicha kattaroqlari. Mana 100 ming so'm. Uyingizda hidi chiqmasa, pul bermaysiz. Bekarga mana shu yerda beraman, mana shu turgan joyimda bekarga beraman. Liliyalarda mana poshsholari keldi. Bunisi 100 ming so'm, mana onisi mana 65 ming so'm. Mana onisi bor mana 1 metrligi. Eshik kelsiz ham bo'laveradigan. Bunisi 120 ming so'm. Mana holatda. Yangi liliyadan bittasi bombasi keldi. Mon qaranglar, mon kamilani qaranglar. Bakidan guli ko'p. Bir-biridan go'zal. Mon qaranglar. Bitta mayoqqa olib ko'rsatay buni. Mon qaranglar. Go'zalligini. 120 ming so'm bolam mana. Dadam so'kamadi. Maza qilinglar. Azaliyalar keldi, mon qaranglar bir-biridan zo'r holatda. Bular 100 ming so'mdan. Mana onisi mana 80 mingdan. Mana onisi mana kelib rashan berdinglar 50 ming so'mdan olinglar. Mana gartensani qaranglar, mon qaranglar opajonlarim. Gartensani qaranglar. Bular nima deyapti? Bular mana Xudo xolasa men o'zim uylarni mana chahnataman deganlari mana keldi. Yo'q, onangiz, ota-onangiz yerda unaqa deydi. Mon qaranglar, mana yangi. Rahmat, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Juda go'zal. Klientlar keldi mana. Mon qaranglar, mana bittasi. 120 mingdan. Magnollarimiz kelgan, mon qaranglar, bir-biridan go'zal holatda mana. Baxtdan burun men gulimimni ko'rsataman chiroyimni deb turibdi, mana qaranglar magnolalarda. Bunisi 300 ming so'm, monolari mana 200 ming so'mdan. Ikki xili bor. Bemalol aytaverasizlar. Mana gullarim qolib ketibdi-yu, mana mon qaranglar, molar nima deyapti, monolar, mon qaranglar. Mana salovatni men aytaman degan gullar, mana shu yerda mon qaranglar, chamanligini buni bir-biridan go'zal. 70 mingdan olinglar mana shularimiz sizlar uchun. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mon qaranglar mana. Yangi atmosferaga kiraylik, mon qaranglar mana 70 mingdan manaqalarini ko'rganmisizlar? Bir-biridan go'zal holatda mana 70 ming so'm. Kalateyalar. Bilkindi yangi sortlari mana 110 ming so'mdan. Mana katta. Kimga kerak bo'lsa yangi partiya ham keldi mana. Antirumimiz. Kuchtisi mana. Novot rangi mana. Saralari keldi. Mana ayol baxtlarimiz mana 110 mingdan. Bular ham 110 ming boringlar ana. Maza qilsin. Qo'llab tursanglar bo'ldi. Mon qaranglar, moni qaranglar, atmosferasini qaranglar. Chiroyiga mana mahliyo bo'laman degani bormi? 80 mingdan. Osin bo'limni qaranglar mana. Guli 9 oy turadi. Kulib turishini qaranglar. Qoshlarini qaranglar mana. 250 ming so'm mana Valigardning sorti. 500 ming, 400 ming emas, endi mana 250 mingdan olasizlar. Mana monstrlarni qaranglar mana 280 ming so'mdan. Mana oqi ham kelgan mana yana bitta noyobi. Mana bu boshqa sort, mana bu boshqa sort. Monstrning mononisi ham bor mana. Bunisi 250 ming so'm, monolar 280 mingdan. Kimga kerak bo'lsa, mon qaranglar mana ofislarga, mehmonxonalarda mana men chahnataman, go'zal qilib turaman degan mana drasyenalarimiz. Turishini qaranglar. Bittaman deydi mana O'rta Osiyoda. Mon qaranglar, mana. Bir-biridan asal. Mana Fahirani qaranglar. Bunga 20 yil umr ketadi. Mana uni qaranglar, o'rilganini qaranglar mana. Gullarning poshshosi mana. Bularning bo'yi 1.70. Bular 750 ming so'mdan mana opajonlarim. Ayol baxtining eng kattasi mana Valigardning chekasi oqlari. Mana qaranglar. 250 mingligidan bitta qoldi. Mana maydalari bor. 150 ming so'mdan, 120 ming so'mdan. Qaranglar, begoniyalarni qaranglar. Mana qaranglar mana. Bu Qashqadaryoga opamga ketadi bular. Mana tashqarida bor yana.
Mana qaranglar mana dokumentalniy mana qaranglar mana gipasrumlarni qaranglar. Sizlarga ko'rsatib beray buni. Mana qaranglar gulini. 120 ming so'mdan. Mana guli 2 oyga boraverar ekan. Buni har bittasi mana 3 tadan urgan. Mana qaranglar. Kurtaylarni. Mana qaranglar. Shashirganini qaranglar. Mana pasporti. Haqiqiy ishonchlik javobga mana 120 ming so'mdan gipasrumni, piyozlarni ham ko'rib turibsizlar. Mana qaranglar mana holatini. Kimga kerak bo'lsa aytasizlar, duo qilasizlar. Mana monkey degani bor, monsterni mana qaranglar mana. Yirtiqdagi monkey deyiladi. Mana ustlari. 70 ming so'm bo'lib olsanglar ham maza qilasizlar. Monsterni xilmaqtagini olib kelib qo'ydik. Onajonlarim shashilamiz, kimga kerak bo'lsa aytib yuboramiz. Paportniyda mana yana bitta sorti. Qaranglar, ichidan chiqyapti. Mana ribkani qaranglar. Mana ribkalar nima deyapti? Mana qaranglar. Allohning mo'jizasi. Mana. Salovat aytib turadi. Buni uylaringizga, derazalarga qo'yib qo'ysanglar. Bir-biridan asal, bir-biridan shirin. Orxideyalarni qaranglar mana. Onaxonlar uchun mana tug'ilgan kuniga mana bitta xabar bersanglar, mana duo qiladi-yu, 9 oy ochilib turadi-yu, mana shu bolam olib kelgan menga deb. Esdalikka mana qaranglar, bir-biridan asal. Mana orxideyalarimizni qaranglar. Asalligini qaranglar, mana qora qoshliklarini qaranglar, mana. Mana onimdan ham yana keldi, mana kimga kerak bo'lsa, mana qaranglar mana 100 ming so'm. Gold sorti. Dunyoda birinchi o'rinda turadi 24 soat. Buni kecha bittasini bo'ldirdim, bittasi bo'ling degdi. Bo'lib ishonasizmi? 7 ta chiqdi. 100 ming so'm desam ko'pchilik voy qimmat deydi. 15 mingga tushadi mana onasi. Voqariga har bittasi padakoningizga bittadan qilib olsangiz ham mon qarang. 24 soat kishilar chiqaradigan kimga kerak mana? Gerandan ham arzon. Geran ham 25 ming kerak bo'lsa hozir 100 mingga beraman. Kimga kerak bo'lsa aytinglar. Mana limonli sortlari, mana qaranglar. Bir-biridan zo'r. Mana kusmani guli bakkalanib ketadigan 5 tasi bitta. 140 ming so'mdan mana. 35 mingdan tushadi buni ham mana matematikaga ustaman aytib qo'y. Mana dekabristlarni qaranglar, mana qaranglar. Men birinchi ochilib olay deb turibdim, mana uni ichidan emas, otilib chiqib ketaman deyapti, mana qaranglar mana. 3 xil sort. Chiroyimni men ko'rsataman deyapti mana buxor sari bular. Kimga kerak bo'lsa aytinglar, 60 ming so'mdan bular. Anturumda mana ko'pchilik qimmat deydi. Mana 60 ming so'mdan duo qilinglar, mana. Mana qaranglar. Go'zalligini qaranglar buni. Duo qilsanglar bo'ldi. Mana vashiva. Mana qarang. Mana. Черная орхидея вообще. So'nggi magalari mana. Mana qaranglar. Bir-biridan zo'rlari keldi mana. Ko'p javob bera olmayapman. Men bor uzr so'rayman bunga. Chunki biz boshlayapmiz. Ha. Chunki odam, mana o noyobligi nima deysizlar? Mana qaranglar, monsterni mana qaranglar mana. Valigantnisini. Buni toshkentlik opalarim juda ko'p yaxshi biladi buni. Mana qaranglar, mana masterani qaranglar mana. Ajoyiblari kelgan, mana qaranglar, bir-biridan zo'ri. Mana orxideyani ammasini qizi ekan mana u. Asha orxideyani urug'i ekan mana shu ham mana it urug'lardan. Joni makka. Simbidium deylarmi? Bu nima deyiladi nomi? Mana simbidium. Yo'q, simbidium mana. Mana. Orxideya. Mana nima deyiladi bu? Orxideya bir. Falon chiqar. Dendrobium. Shunga tilim kelmaydi, dendrobium. Mana qaranglar, ochilishini mana. Juda go'zal. Joni makka, chiroyli. Nech pul bunisi? 100 ming so'm ekan mana. Mana qaranglar. Mana noyob narsa, mana ko'pchilik voy mayda ekan mana jichaligini deydilar. Kichkina bo'lgani bilan puli qimmat, puli ham mana 100 ming so'm mana shunisi ham opajonlarim, noyob sorti. Sizlar uchun topib keldim. Mana qaranglar, mana. Şey go'zal. Mana. Mana onisini qaranglar. Mana da qochiladi. Bu ham men dendrobiummi? Mana qaranglar. 120 ming so'm desam duo qilasizlarmi? Mana qaranglar, mana dendrobiumni, mana qaranglar. Mana. Joni makka mana. Mana qaranglar, quslarini qaranglar, kattaligini. Bemalol Telegramdan yozaveringlar. Mana shunday ovoz nomerimni ham aytaman. Mana paportni qaranglar. Mana qarang, go'zalligini. Mana qarang.
Mana. 100 ming so'mmi bunisi? 100 ming so'mmi? Meni podpischilarim uchun mana shu narsa bor 80 ming, 100 minglik narsa 80 ming. Papertida yana bitta noyobini ko'rsatay, mana bunisini. Endi ilinib qoldim mana sizlarga. Kelolmasdan tomosha qiladigan xojonalarim uchun mana buni qaranglar. Mana bunisiga nima deysizlar? 120 ming so'm. 100 ming so'm beraman mana shu kelib turib. Ravshanbeyni do'koni qaysi bo'lami meni deb kelganlarga mana 100 ming so'm mana shu paperniklarim. Mana qaranglar. Go'zalligini qaranglar. Bunisiga shaydo bo'laman degani bormi? Dendromda mana-chi yana bitta sorti bor ekan, opajonlarim. Mana sal qopdi esimdan chiqishiga. Sarig'i. Kimga kerak bo'lsa aytinglar mana. Bu ham mana shu arxiriyan toy anaqasidan, oilasidan. O tagini qaranglar, go'zalligini mana. Qustlari ko'p. Bunisi 120 mingmidi? 120 ming so'mdan opajonlarim mana. Go'zalligini. Mana paxirani qaranglar. Mana qaranglar mana. Go'zal. Mana yangiliklarimiz keldi. Kimga kerak bo'lsa aytinglar. Mana qaranglar mana. 120 ming so'mdan. Kaktuslarimiz mana 60 ming so'mdan go'zal. 120 ming so'm. Mana qaranglar. Agroneymani qaranglar. Yangi sortlarini. Xo'p, endi men nomerlarimni aytay. 11 minut bo'lib ketibdi. Ko'p gapirib olsam, bir ham sergap bo'layotgan deb xojonalarim so'kib qolmasin. Duo qilib qo'ysa bo'ldi biz haqqimizga. 99lik 140 88 41 bizning nomerlarimiz bemalol. Pastga anaqalarga yozaverasizlar bo'laveradi nomerlarimiz. Telegram orqali chiqinglar, iltimos. Behurmatli bo'lmasin. Nomerlarimga misol telefon qilsanglar ko'p ola olmayapman. Har xil joyda bo'lib qolaman. Ming bor uzr so'rayman. Telegramdan achinglar, kanalimga ulab qo'yaman. Ko'rib maza qilinglar. Sizlar uchun mana gullarni zo'rlarini olib keldik mana. Gulxonamiz to'ldi. Manzilimiz Andijon, Yangi bozor. Andijon shahari Yangi bozor Patir bozorida. Mana Patir bozor kirishinglar bilan mana Ravshanbey birinchi do'kon bizniki. Mana atmosferani ko'ringlar, mana qaranglar, atmosferani qaranglar. Noyob gullar. Bemalol kirib olaverasizlar. Nima kerak bo'lsa, duo qilsanglar bo'ldi.